Assalomu alaykum aka parvozlar. Aka bu kundamiz aytgan kundam. 27-aprel kuni urishgan. 7 minutda yutgan mana shu jonivar. Prizlarni olib ketgan, uni syomkalari bor. Qirg'iziston Respublikasida ikkita syomkasi bor, ikkovida ham. Bittasida 10 minutda yutgan, bittasi 7 minutda yutgan. 7 minutda yutganda shu 150 ming qirg'iz puli qilib beringlar deganda, yo'q deb biz pulga 10 million 500 ming so'm qilib berib 7 minutda prizini olib ketgan mashcho'cha. Mana bugunga xudo xolasa hozirga ham tayyor. 9-mayga olib chiqib o'ynasanglar ham bo'laveradi. Buni yo'li juda rapasli ekan. Zo'rlik uchun 7 minut 10 minut yutib qo'yapti-da bu cho'ja. Bekardan bekar 150 ming qirg'iz puli qilib bermaydi-da, u degani bizning pulga 22,5 million pul degani. Yaxshilik uchun pul qilib beradi. Ashunda ham 7 minut yuraklar jizzillasa, shprizini yutgan syomkalari hammasi bor.